Assalomu alaykum. Bugun biz kelajak kasblari mavzusida gaplashamiz. Bugungi savollarimiz juda ham qiziq. Kelajakda qaysi kasb eng talabgori bo'ladi? Keling shuni odamlardan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aytingchi, kelajakda qaysi kasblar eng talabgori bo'ladi? Kelajakda IT sohasi juda rivojlanadi. Sun'iy intellekt va IT sohasi katta rol o'ynaydi. Rahmat. Menimcha robototexnika va muhandislik kuchayadi. Shu zavodlarda robotlar amalga oshiradi ishlarni, qilishlarni, lekin ularni boshqarish uchun ham insonlar kerak bo'ladi. Rahmat kattakon. Aytingchi, kelajakda qaysi kasblar eng talabgori bo'ladi? Hozirda texnika rivojlanmoqda va kelajakda kiberxavfsizlik kasblari kerak bo'ladi. Menimcha kelajakda faqat texnika emas, kreativ kasblar ham rivojlanadi. Masalan, grafik dizaynlari, kontentlar yaratish, SMM mutaxassislari. Aytingchi, kelajakda qaysi kasblar eng talabgori bo'ladi? Menimcha tibbiyot sohasi ham ko'proq kerak bo'ladi, lekin zamonaviy texnologiyani biladigan shifokorlar ko'proq talab qilinadi. Rahmat kattakon. Demak, hamma kasblar bir-biriga chambarchas bog'liq. Eng muhimi zamonaviy ilm olish va bilimimizni oshirish. Aytingchi, siz qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz?